Ko'rasizlar. Mana shunaqa tonalkalar bilan kelishadi patsientlarim. Qanaqa qilibki muammo bo'lmasin yuzda. Har kuni mana shunaqa har xil yuzga tonalkalar surtib yurishadi. Bunda olib qarasa mana shu tonalkalar ham yuzni himoya qiladi. Qanaqadir nisbatan. Lekin baribir SPF ga surtib yuringlar yuzingizga. Erkak kishilar ham. Faqat ayollar degani emas. Nimaga bir xil erkaklarga SPF maslahat bersam, tavsiya bersam, aytadiki, "Men ayol kishi emasman-ku. Men nimaga SPF surishim kerak? Krem surishim kerak. Men erkak kishiman" deydi. Ko'p erkaklarda aytamizki, unda yuzingizga dog' tushib qoladi, qorayib qoladi, xunuk ko'rinasiz deymiz. Shunaqa qilib xunuk ko'rinib yurish xohlasangiz, пожалуйста, bemalol SPF surmang. Shunday yuravering. Bemalol kuysin yuzingiz. Erkak kishiga yarashaveradi deysizlar-ku. Lekin u juda ham xunuk ko'rinadi. Yuzingiz kuygandan keyin aytasizki, yuzim xiralashib ketdi deysiz. Erkak kishilar 50 surtsa bo'ladi. Ayol kishilar 30 surtsa bo'ladi. Hozirgi faslimizda 30-50% SPFlar bor. Mana shunaqa qilib yuzinglar uchun foydali ma'lumotlarni qo'yib boraman. Profilimga obuna bo'lishni unutmang. Qiziq narsalar eshitib o'tirasiz, meni ko'rib, kuzatib. Har xil yaxshi mavzularda, balkim o'zingizga ham kerakli mavzularni eshitib qolishingiz mumkin.